Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio 30 noyabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken, Moliya ministri Yellen, Savdo ministri Raymondoga xat yozib, texnika mahsulotlari Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarini ta'qiplash va qiynashda ishlatilgan Xitoyning Tiandi texnologiya shirkatini cheklashni talab qilgan. Marco Rubio Tiandi shirkatining texnikasi Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni ta'qiplash va qiynashda ishlatib qolmay, bu shirkatning o'xshash texnikani yana Eron hokimiyatiga sotganligini bildirgan. Rubioning aytishicha, Eron hokimiyati bu texnika mahsulotlarini Eronlik tinch namoyishchilarga qarshi ishlatgan bo'lishi mumkin ekan. Dünya Uyghur Qurultayı'nın muavin reisi Zubayra Şamsiddin Xanım 15. navbatlik Birleşken Devletler Teşkilatı az sonliqlar yig'iniga qatnashdi va Uyg'urlarning navbatdagi ig'ir vaziyatini, jumladan uning Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini anglatgan. Biroq Xitoy hukumati yig'inda Zubayra Xanımning so'zlashining oldini olish uchun qattiq harakat qilgan. Yig'in tartibi bo'yicha Zubayra Xanımga so'z navbati kelganda Xitoy hukumatining yig'in zalidagi vakillari uning so'zini takror buzishga, hatto uni so'zlatmaslikka uringan. Buning bilan Amerikaning vakili darhol so'z qilib, Amerika hukumatsiz mustaqil organlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har qanday munbirida so'z qilishini qo'llaydi. Ularning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti munbirida so'zlashini cheklash to'g'ri emas dedi. Angliya bosh ministri Rishi Sunak Angliyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardagi oltin davri oxirlashganligini e'lon qilgandan keyin Xitoyning Angliyada Yevropadagi eng chong elchixona selish plani sug'uchilashgan. Xabar qilinishicha, Xitoyning London shahar markazida London ko'riki munoriga yaqin joydagi Koni Xon jamiyati pul quyish zavodining o'rniga darajadan tashqari elchixona selish iltimosi keskin qarshilik va London bilan Beijing o'rtasidagi kun sari kuchayayotgan siyosiy ixtilof ichida rad qilingan. Angliya Telegraph gazetining xabar qilishicha, London shahar markazining Tower Hamilton rayonlik kengashi bilet tashlab, birdek ovoz bilan Xitoyning necha 100 million dollar xarjlab, markaziy Londonda darajadan tashqari elchixona selish iltimosini rad qilgan. Amerika Xitoyning O'rta Sharq bo'libmi Iroqdagi ta'sirini oshirishni xohlaydiganligini, bu harakatlarning kelgusida tahdid elib kelishi mumkinligini ogohlantirdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoyning harbiy kuchi nomli dokladida Beijingning O'rta Sharqdagi mavjudligini baholadi. Dokladda biz Xitoyning Afrika, Janubiy Amerika, O'rta Osiyo va O'rta Sharq rayonlaridagi kuchini texmi oshirishni maqsad qiladiganligini va ashyo obrutini kengaytirishga tirishayotganligini ko'ryapmiz deyildi. Xalqaro pul fondi tashkiloti IMFning direktori Kristalina Georgieva yer shari iqtisodining ish sur'atining ostilishi sababidan Xitoy iqtisodining asli kelishi faqat iqtisodiy faoliyatni qalaymaqonlashtiradigan Covid tadbirlaridagi tangponlikni tangshashga bog'liq dedi. Georgieva Guangzhouda o'tkazilgan pul muomala munbiriga to'rdan qatnashganda hukumatning texmo ko'p tadbirlarni qo'llanib, pul muomala muqimligiga kafolatlik qilish kerakligini ta'kidladi.